Voy, sen jipillar nimalar deyapsan? Eringlarni boshqa ayolga uylanishiga aslo qarshilik qilmanglar. Agar u dunyoda buning uchun sizlarga qanaqangi ajr berilishini bilganinglarda edi, o'zinglar sovchi bo'lib borib, eringlarni majburlab uylantirib qo'ygan bo'lardinglar. Aynan opajonimdan bizga shunday mujdalar beryapsizki, o'zingiz ham shunga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? O'zim o'rgilay sizdan. Nimaga rozi bo'lmas ekanman? Albatta rozi bo'lardim. Axir bu Allohning buyrug'i-ku. Allohning buyrug'i-ya. Unda biz ham shunaqa qilamiz. Keling opajon, sizni bitta bag'rimga bossam maylimi? O'zim o'rgilay sizdan. Allohning buyrug'iga bir zumda taslim bo'lgan sizni men turib bag'rimga bosishim kerak. Qani, keling. Aylanay opaginamdan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Opajon, aslida anchadan beri men sizga kundoshman. Eringiz, to'g'rirog'i, erimiz meni o'zlariga nikohlab olganlar. Lekin sizga aytishga qo'rqib o'tirgan edik. Hozirgi suhbatingizdan shunga amin bo'ldimki, siz shariat amriga taslim bo'lgan jannatiy ayollardan ekansiz. Voy, sen jipillar nimalar deyapsan? Qanaqa kundosh, qanaqa ering? Ha? Kim eriga tegasa, kim qanaqa kundosh? Kim eriga tegasa, qanaqa qo'yvaring? Opa, tuzimisiz? O'zingizga keldingizmi? Yaxshimisiz? Suvchi? Yo'qol ko'zimdan. Turq sovuq. Gap amali bilan bo'ladi, opaginam. Hammamizni yig'ib olib, qo'shxotinlikka da'vat etdingiz. Eringizni qizg'onmanglar deb, o'zingiz amal qilmaydigan gapni bundan keyin gapirmang. Xo'pmi? Eringiz o'zingizga siylov. Bir sinovga yaramagan oqila. Nayrang bu. Yashamagur. Yashamagur. Suv ichib oling. Ol. Suvingni. Voy, xayr. Har qancha niqoblamang, riyokorlik baribir o'zini oshkor etadi.